yaqinlashtirib ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rasizlar. Kanaldan kelayotgan suv shaffof, tiniq bo'lib tushayotganini sezyapsizmi aka? Hozir mana ultrafiltratsion filtrlarimizdan xudo xohlasa ichga tushirdik. Buni avtomatika qilib yig'ildi. Kanaldagi nasoslarimizdan qanaqa suv kelayotganini sizlarga ko'rsataman solishtirib. Hozir bu filtrimizni yuvishini ko'rsataman sizga. Manualda bosib yuborsak, qandoq qilib chiqyapti. Ana kanalda suv aslida qanaqa? Ulardan chiqayotgan toza suvimiz qanaqa? Farqini ko'ryapsiz? Hozir birinchi tarafni yuvadi, keyin ikkinchi tarafni yuvadi. Mana shunaqa. Buni tekshiruvdan o'tkazamizda kamchiliklar bor. Oka, mana joylarni to'g'rilashimiz kerak. Full lenta sal ayash kerak emas, oka. Kam o'ralgan, ko'rdingizmi? Bu filtrlarimizdan, okalarimizdan o'zligi yig'ib olishgan. Hozir buni ishga tushirish uchun kelganman. Bu joyda qaranglar, malinalar o'stirishar ekan, teplitsaning tagida. Yaqinlashtirib ko'rsataman sizlarga. Mana ko'ryapsizlar. Mana shularni toza suv bilan xullas bu yerda kapilli sistemasi o'rnatilgan. Toza suv yetkazishimiz uchun kanaldan suv olinyapti, shuni hisobiga toza suv bilan xullas sug'arish kerak ekan.